Pochtalarimiz chiqishda davom etmoqda. Andijon shahriga, eski shaharga ekan, ismlarini sir tutishimizni buyurdi akaxonimiz. Akajon, mana shu mahsulot sizniki bo'ladi. Xo'p, 1 kiloyu va undan tashqari mana bilan 3 kilo bo'lyapti. Mana mahsulotingiz aka. Va undan tashqari mana 1 kilo yovvoyi asalimiz. Yovvoyi asalimizga mana 20 gram kelishgan deb pulini baquvvat qilib tashladingiz. Asalarning sutini cho'tka qilib qo'shib beraman. Ushbu asalarning sutini ko'pchilik shamiyman boshqa deyapti. Rossiyada keladi bular bizga. Shuninglar Rossiyadan. Xo'p, olib yaqinroq mana aka 20 gramni cho'tka qilib mana quyib beryapman, xudo xolasa. Endi bu asalari suti qo'shilgan asalimiz va undan keyingi qo'shilgan mahsulotlarimizni endi ko'ring aka. Xo'p, yana nima qo'shyapman mana sizga akajon, ko'rib turing mana. Xurmoni gulchangidan mana chiroyli qilib qo'shyapman. Bismillahirrohmanirrohim aka. Endi bu mahsulotni aka iste'mol qilganingizda endi ko'raverasiz aka. Haqiqiy lazzatni his qildiradi bu mahsulot. Shamollashlarni birinchi o'rinda chiqaradi mana. Yatirishni qo'shyapman. Shamollashlarni tani joningizdan chiqib ketgandan keyin borku, tanangiz kuladi aka, tanangiz. Tani joningizni xuddi bitta narsa qitiqlagandek mazza qilasiz. Keraksa qish kunida ham borku aka, umuman o'ranmasdan uxlaysiz. Borku, yopinmaysiz, adyol degan narsa. Tanangizni qizdirib yoniradi bu narsa aka. Endi qarab turing mana aka, jenshin ham qo'shib beryapman sizga. Bo'lsin, zo'r bo'lsin deb mana aka kelishilganidek, siz bilan kelishdik aka, mana zo'r qilib berin dedingiz. Mana aka, sizga ayamasdan qo'shyapman mahsulotlarni, ayamasdan akam. Xudo xolasa endi bu mahsulotlarni iste'mol qilganingizdan keyin mana xo'p, nima beryapsiz deganlar uchun mana 3 kilo mana tabiiy Viagramizdan va 1 kilo mana bu yovvoyi asalimizdan beryapman. Endi akajon, xudo xolsa bu mahsulotni iste'mol qilganingizdan keyin har kuni payshanba bo'ladi. Ammo ko'pchilik shu mahsulotlarimizni iste'mol qilib, ikkinchisiga ham uylanib olyapti ekan. Unaqa qilmanglar. Iste'mol qilgandan keyin iloji bo'lsa ikkinchisiga uylanib olayotgan odamlar uylanmanglar. Iloji bo'lsa o'sha KNMlarga ham shunaqangi doppen variantlarimiz bor. Faqat tarkibiga bunaqa kuchali mahsulotlar qo'shmaymiz. Ular testosteronini ko'taradigan olib beringlar. Shu narsani juda ko'pchilik olib bermayapti. Faqat o'zini o'ylayapti erkaklarimiz. Ayollarni kuchot bezdirib tashlayapti. Undan ko'ra shu narsani olib beringlar. Olib berganlaringdan keyin ana sizlar bilan bab-baravar jang qiladi. Ne hojat ikkinchisiga? Ayollarni ham o'ylaydi, hurmat qilinglar. O'shaqangi mahsulotlarimiz bor, beringlar. Chopib kerak bo'lsa xizmatingizni qiladi, xudo xolasa. Bu mahsulot faqat o'zingiz yeb, o'zingizni qutultirib, kerak bo'lsa har kuni xohish bo'lgandan keyin bu yoqda o'sha ikkinchi tomon noziklashib turgandan keyin nima foyda? O'zingiz o'ylang, nima foyda? O'shaning uchun ular uchun ham mahsulotimiz bor. Mana bir xillar olib beryapti. Sizlar ham shunaqani olib berib, iste'molini qilib, faqat jangi jadal va kuningiz romantik kechalarga boy bo'lorsin va duolaringizda bizni eslab qo'yaringlar. Bu mahsulotimiz shunaqangi zo'r narsa. Farzandsizliklarga ham davo bo'ladi, prostata shamollashlarga deysizmi va olatda tanang turishlarga deysizmi, tez bo'shanishlarga deysizmi, mana shularga Allohimizdan zo'r shifo bo'ladigan shu bizni mana vulqon mahsulotimiz. Mana vulqon buni nomi. Shuni bilib olinglar. Vulqon deb so'raylar. Bu vulqon mana 5005 kuchalamiz. Mana shular qo'shilib mana doppen, full variantlar, vulqon variantlar bo'lyapti. Endi bunaqa varianti borku, oddiy kerak bo'lsa borku, otga berib qo'ysangiz, ot kishnatib yuboradi. Kerak bo'lsa o'sha otdan battar sizda kuch bo'ladi. 100 ta otning kuchini tanangizda his ko'rasiz, bilib oling. Mana bir xillar energiyasini tani joniga sig'diralmaganidan zallarga shug'ullangani boryapti. O'sha joylarga borib kerak bo'lsa energiyasini sarflab kelyapti. Sizda ham shunaqa holat bo'lishni xohlaysizmi? Sog'lom bo'lib yurishni xohlaysizmi? Mana immunitetingiz biton bo'lib, testosteroningiz millionga chiqishini xohlaysizmi? Mana shu mahsulot iste'molini qiling. Shifosini topasiz, bizni duo qilasiz. Bo'ldi, shu sinovdan o'tgan 100% ishonchli, salomat bo'ling.